Biz yoshligimizda uyma-uy yurardik. Eshiklar tayyor turib g'ish quydirmaysizlarmidi? Hozirgi yoshlarning ishga ko'ti yo'q. G'ish quysam belim og'riydi, qorayib ketaman deyishadi, po'qalasizlar. G'ulom tog'a, Ha, birodagida g'ish quyganlarni abid beramiz sizlarga. nima deganim, ovqat berardi. Lekin ovqatdan bo'lgandan keyin ish qilgimiz kelmay yotardik. Sizlarga ham boshdan bo'lmasin deb ovqat bermayapman. Ishlashaver bolalar. G'ulom tog'a, suv berang, chanqab ketdik-ku. Hayolni qara, esimdan chiqibdi. Yaxshi eslatding. Mollarga suv berishim kerak edi. Ama sen Bahromda o'g'li yomon hitir ekansan-a. 2 soatdan beri qarab turibman, 6 marta qalat qumlayapsan. Ama qalbingni ortib qo'yaman hayvon. Meni G'ulom berahim deb qo'yibdi, o'zingga qara. Nima g'ishlaring hammasi manaqa bo'lib yotibdi. Qalbga to'l deb urishmagansan-da sen hayvonlar. O'zi ayb topishib boshlanib pul beradigan paytda. Eshitganim yo'q, gapirishaver. Ayb topganim yo'q, nagilar aybdorsanlar. 1 2 3 4 5 5 5 5. G'ulom tog'a, 5 dan keyin 6, 7, 8, 9 dan kelmaydimi? Bu ko'planmayapti-ku ish. Hayvon, sanaqaga chiqaveradimi? Ha? Hamma bo'lsa mayli. Nimaga chiqargansiz? Nima gap qaytaryapsan? Nima gap qaytaryapsan, ey? G'ish quysang tarbiya to'g'rilab keyin g'ish quygan, tushundingmi hayvon? Tur yo'qol, bir tep bo'la, hammani chiqib ket. Bu durrani ber. Meniki bu. Anor, anor, baby, bolina, shabnam, gulina.